Assalomu alaykum. Non berib yubora olasizmi? Maniki. Yo, puli kerak emas, aktyoring tegin. Rahmat. O'tkir. Usta. Bu ikkita nonni puli chiqmayapti-yu, yedingmi? Yo'q. Boya nochar bitta. Nima? Bechoragina bitta kiloda oylik kilo shuni yaxshilik qilib beraveringda. Mayli, men oylig'imdan olib qolaverim. Yo, oyligingni olmayman. Malades. Navoiy xonamizda baraka bo'ladi. Malades. Yaxshilik qilsan, borur. Yaxshi. Malades. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Nonga keldingizmi? Hayli oling xohlaganingizcha. 10 ta olsam bo'ladimi? Mayli olaring, 10 ta bo'lsa ham, qancha bo'lsa olaring. Mana. Rahmat. O'tkir. Usta. Bu safar 10 ta kam chiqdi-ku. O'tgan safar aytdim-ku, nochar oila debdi. Shularga berib qo'yaverim. Tug'an kun bo'lyapti ekanda. Agar baraka kerak bo'lmasa, men oylig'imdan olib qolaverim. Yo'q, baraka kerak. Yaxshilik qilib yaxshi qilsa. Faqat sal undan keyin anaqaga Xo'p, usta. ko'ngli bo'sh bo'lagan-ku. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? To'y boshlab qo'yuvdik. 100 ta non bera olmaysizmi? Bir marta 2 marta bittangiz indamadim, 10 ta bittangiz indaman, bepul berib beraverdim. Chiroyingizga mag'lub men deb berib beravermayman-ku. Endi hisob kitob degan narsa bor. Yo'q, noni. Asabiylashingiz kimdan ham chiroyli bo'lib ketar ekansiz. Jinni, 100 ta ham beraveradimi? Mana xonamizga baraka keladi o'yladim-da. Qanaqa baraka? Agar baraka kerak bo'lmayotgan bo'lsa, hayli men oylig'imni olib qo'ying. Voy, olib qolaman. Ishyoqqa olib qolaman. Olib qolasizmi? Alo. O'tkir qo'y pirish eshitadi. Nima qurbonlikqa qo'y? Qo'y. Qurbonlikqa qo'y deydi. Har kun mashina hayit bo'lsa ham mayli edi, lekin. Uka, bo'lishi $50,000. Ayla katalogni ko'rding, har xilcha qo'ylar. Qo'y ham $50,000 bo'ladi. Qo'y tilladanmi? Tilla bo'bam 3.9 Pro va tilla, uka. Onasini emsin. Bu tagiga nima dollar tashlagansiz? Zagut ketmaslik uchun dollar to'shab qo'yganman. Qo'ydi nonushtasini beringlar. When I popped off, then you go gave me just a little bit of la chop, baby so cold he from. Bering qan singilcha? Olmasalchi. Ko'rasizmi? Senda jo'q sharoit bu qo'yda bor. Hattoki men qo'yga qarayotgan qizlardan muchali qo'y. Yana 2 million so'mga bering deysanmi? Hayda beydan jo'ra. Qo'y boqish uchun qo'y kabi bo'lingizlar. Mol boqish uchun ham qo'y kabi bo'lingizlar. Men ham birinchi po'choq terishdan boshlaganman. Dadam shunda menga aytgan, bolam po'choq ham bo'lmaysan" degan. Mana ko'rib turibsizlar, oydagina motivatorman. Ustoz savol maylimi? Nimaga shu oxirdagi qo'yni dumbas katta? Buni laqabi qo'yiza. Qo'yiza, ha. Shu uchun dumbas katta. Qo'ydan zo'r daromad olish uchun qo'yni 1 yil davomida umuman sotmangsizlar. Shunday qurbonlik boshlangandan milliardga sotasizlar. Ko'ryapsizlarmi, qo'y kuyum qanchalik darajada baland? IQ. Thank you. O'quvchilaringizga hayitlik qilib bittadan qo'y bermaysizmi? Juda ham very good savol bo'ldi. Hayitlikdan men emas, ishonch do'konlari beryapti. Har bitta 3 million so'mlik xarid uchun bitta sovg'a, 6 million so'mlik xarid uchun 2 ta sovg'a, 9 million so'mlik xarid uchun 3 ta sovg'a. Xullas, va hokazo. Qancha sovg'a qilsangiz, shuncha sovg'a beraveradi. Bu hayitlik qachongacha bo'ladi? Qara shu savol bo'ldi. Hayit sovg'asi 26, 27, 28-may kunlarigacha davom etadi. Shashilib qolingizlar. Olag'ay bo'lib to'lashga 700 ming so'mga beraman. Yo, aka, tilla qo'ydami, ololmayman buni. Tillamas, kraskalangan bu. Yo, aka, rahmat, ololmayman, uzr. Ko'rasan, kar yana hayit kelar-ku. Talk dirty to me. Dedim, aytmasang birorta o'zingdan bilib shu ishni qilmaysan. Meni nima uryapsiz ada? Bordag'ini tez kallangga sko'shtabki. Qachonlarga uchun to'lasan? Topolmayapman, dada. Mana,
Mana. Dada, paket topolmadim, yo'q ekan. Yo'q ekanmi? Yo'q. Turchi ha? Shuncha paket nima yeb qo'yibman, buni paket bo'lmaydimi? Och bo'ldingmi? Yo'q, dada, ochilmayapti. Ochilmayapti, mana. Hey, odamlar bolalar borki, qo'shni zavod ochyapti. Nega ochyapti? Sen bitta paketni ocholmaysan. Ha? Qachonlarga yechib bo'lasan? Tugilib qolibdi, dada. Qanaqa tugilib qolgan? Mana kurmak qilib baylangan, mana. Kurmak qilib baylangan. Ochadigani qani buni? Bola bitta edi, ikkita bo'ldi endi boshimga. Ochilmayapti, dada. Nimasini ocholmaysan, bu? Bu lalaku va turishchalik ochib sukut mukojin izlab yurmaysan. Shunday qilasan, turishcha shunday kiygizasan. Bir razmeri ham bor. Zamonaviy texnologiyalar ishlab chiqarilgan. Namlikda o'tkazmaydi. Eng zamonaviy shu. Miyang tormi yo dutormi? Hech tudim mana shu qo'shiqda. Dada, yana nevaralik bo'ldingiz. Bunisi egizak. Qo'yili, paketni ocholmaysiz, ko'shni ocholmaysiz, lekin buyog'ini qo'yilotasiz. Mayli, hatiyam shuni yeblayapsiz-ku.